turli millatlarning milliy kiyimlari, qolaversa, turli xil kuy-qo'shiqlar, raqslar va O'zbekning milliy doshqozonda qaynaydigan sumalak atrofida va hamma gavjum. Mana shunday kayfiyat bugun Yangiobod tumanining Xo'ja Mushkat mahalla fuqarolar yig'inida mujassam. Ko'rib turganingizdek, bu joyda millatlar totuvligi, bag'rikenglik, milliy madaniy ma'rifiy tadbirlari keng nishonlanmoqda. Va shiorni qarang. Oldinlari qudachilik ming yilchilik deyilar edi. Hozir bu jumla mutlaqo o'zgardi. Qo'shnichilik ming yilchilikka aylandi. Xabaringiz bor, Yangiobod tumani bu qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hudud. O'zbekiston o'rtasidagi eng chegara va eng chekka tumanlardan biri. Ko'rib turganingizdek, bu joyda o'lanlar, laparlar, kuy-qo'shiqlar, aholining kayfiyati esa bugun mana shunday do'stona aloqalarni yanada mustahkamlayapti. Keling biz dastlab mana shunday suhbatdoshlarimiz kayfiyatini sizlarga ulashamiz. Mana Sharofat opa meni yonimda Tojikiston Respublikasidan aynan Yangiobodga kelin bo'lib tushganlar. Assalomu alaykum avvalo. 86-yildan beri shu yerga turmushga chiqqanman. Mana 39 yil bo'libdi shu yerga yashab kelyapman. 3 nafar farzandim bor. 18 yil 5-maktab, o'rta maktabda faoliyat ko'rsatdim. 12 yil mahalla fuqarolar yig'inida nima ko'rsatdim faoliyat. Hozirgi kunda nafaqadaman. Oldinlari chegarada o'tishdan biroz muammolar bor edi. Muammolar juda ham ko'p edi. O'zimni otam vafot etganlarida 1,5 soat kechikib borganman. Ukam vafot etganda koronavirus vaqtida 8 oydan keyin borganman. Xudoga shukr, hozirgi kunda chegaralarimiz juda ham ochiq. Ikkala taraf prezidentiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir umuman vaziyat o'zgardi nazarimda. Bemalol bo'lib qoldi chegarada o'tish ham. Albatta, bemalol bo'lib qoldi hozir. Juda ham xursandman bundan. Bemalol borib kelyapman. Ikki taraf prezidentiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun Xo'jamushkentdagi aholining kayfiyati qanday? Voy, bugun juda ham zo'r. Mana do'stlar aro, millatlar aro totuvlik bayrami bo'lyapti. Bu bilan hammani tabriklayman. O'sha Tojikistonda qanday yashagan bo'lsam, O'zbekistonda ham xuddi shunday yashab kelganman. Bitta ayolda qancha baxt kerak bo'lsa, menga hammasi mujassam. Rahmat sizga suhbat uchun. Keling, siz mana bu o'yin kulgida davom eting. Sumalakni niyat qilib qo'zg'ashda siz ham faol ishtirok etasiz degan umiddaman. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, mana bugun barcha mahalla aholi qatorida yoshlarimiz ham bugungi mana shunday millatlararo totuvlik, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etyapti. Bu yerda ko'plab o'zbek, tojik, qolaversa boshqa millat vakillarini ham aql inoqligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Biz ana shunday hamyurtlarimizni yana suhbatga taklif etamiz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz. Men Gulmurodova Xurshidman, Tojik milliy markazi a'zosi. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati Yangiobod tumani Chakan qishlog'ida yashaydigan tojik xalqidan alangari salom. Hammalaringga Navro'z va Ramazon oyi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hamyoroni aziz. Mana imroz mo Daryak jashni sayl festival jam omadیم. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoqon hamma mo jam omada در این فستیوال جدا هم باید کیفیت های نه خوشخورسند اهیلانه دوستی برادری شده جشن گرفته ایستاده‌ایم. به همه شمایان از این فرصت استفاده برده به خانواده هاتون خانه آبادی تن صحتی خاطر جمیل تمنا می‌نماییم. باز یک بار به همه شما tantana muborak boshladi. Qarang, o'zbek tilida ham, tojik tilida ham bemalol muloqot qilalar ekansizlar. Albatta, davlat tilini bilish har bir millat vakilining burchi hisoblanadi. Biz hammamiz o'zbek tilida, hatto maktabimiz tojik tilida bo'lsa ham haftasida o'zbek tilidan darslarimiz mavjud. Keling, bizga bitta she'r aytib bering, shu millatlar totuvligini, qadriyatlarini bir madh etadigan. شیر و شکر از ازل ازبک تاجیک قند و عسل از ازل ازبک تاجیک bu ma'no shuki biz azaldan qand, sut va shakarday birga ahil inoqda yashab kelib, urf odatlarimiz bilan hurmatda, ehtiromda yashab kelmoqdamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringizni mana bu tarafga qaratmoqchiman. Qarang, bugun 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha hamyurtlarimiz, yangiobodliklar o'yin kulgular bilan qarshi olyapti. Qolaversa, ular bugun milliy liboslarni bir-biriga almashgan ham. Kimdir o'zining milliy qalpoqlarini o'zbeklarga bersa, o'zbekning milliy do'ppisi esa boshqa millat vakillariga ham taqdim etilyapti. Va yana bir jihat, ko'rib turganingizdek, bugungi mana shunday bag'rikenglik ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimizda 10 ming nafardan ortiq hamyurtlarimiz
bolalarımizga, ya'ni imkoniyat cheklangan, boqib o'sishni yo'qotgan yetim bolalarga ham bir kayfiyat ulashilmoqda, tabassum ulashilmoqda. Biz aynan mana shu milliy taomlar ko'rgazmasida o'zining bir ko'rgazmalar bilan ishtirok etayotgan, imkoniyat cheklangan Navbahor opamni ham suhbatga taklif etmoqchiman-da. Navbahor opa, assalomu alaykum. Keling, siz bilan ham suhbatlasak. Bayram kayfiyati qanaqa? O'zingiz haqingizda gapirib bering. Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum avvalambor. Men Sherqo'ziyeva Navbahor, ikkinchi guruh nogironman. Millatlararo totuvlik tadbiri munosabati bilan imkoniyati cheklanganlar qatorida 10 ming aholiga tabassum ulashish niyatida men ham shu tadbirda ishtirok etyapman. Yuzingizdagi tabassumni ko'rib men ham xursandman, ochig'i. Haqiqatan bugun imkoniyat cheklangan bo'lsa-da, milliy taomlar ko'rgazmasida ishtirok etayotganingiz meni yanada quvontiryapti. Qanaqa taomlar o'rin oldi? Oshba qatiq, patir, tushbara, shilpildoq. Ular tojikcha nomimi bularni? Tojikcha nomi. O'zbekchalarda g'ilmindi, qozon patir, shu ko'ksomsa, shunaqa ular munosabatda. Taomlarni olib chiqdingiz. Biz ham xursandmiz. Haqiqatan ham bugun hech bir hamyurtimiz e'tibordan chetda emas va ahamiyatli jihati bugun yoshlarimiz ham har bir sohada faol ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi tadbirimizga ziyolilar ham tashrif buyurib, o'zining bir baholarini berishyapti, taqsimotlarni qilishyapti. Biz ana shunday hamyurtlarimizni suhbatga taklif etamiz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz. Qodirov Qosim, Jizzax Fatih instituti dotsenti. Mana qarang, bevosita butun yurtimizdagi tarovatni qarang. Musulmon olamidagi ulug' ayyomlardan biri bo'lgan Hayit ayyom marosimida bir umrlik eng muqaddas tuyg'ular bo'lgan do'stlik, birodarlik, hamjihatlik, qo'shnichilik aloqalarining yana bir yorqin misolini ko'rib turibmiz. Bevosita yurtimizda yashayotgan 130 dan ortiq millat va elatlarning barchasining milliy madaniyati, urf-odati, qadriyatlari, an'analarini yillar masal, asrlarcha saqlab kelayotganligining yorqin dalilini mana ko'rib turibmiz. Bu borada bevosita 31-mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston prezidentlarining bevosita uchrashuvi ushbu davlat fuqarolarining, ushbu millatlarning, ushbu xalqlarning asrlar davomida o'z do'stligini saqlab kelayotganligini, hamjihatligini, qardoshligini, bevosita ularning to'ylari, urf-odatlari doimiy ravishda birga bo'lib kelayotganligidan darak beradi. Ushbu madaniyatga ko'zlangan maqsad bevosita yurtimizda yashayotgan tojik, qirg'iz millatiga mansub millatdoshlarimizni, xalqlarimizning milliy urf-odatini, qadriyatini, an'anasini qanday saqlayotganligi, ushbu qadriyat va an'analarni o'zbek xalqi bilan baham ko'rayotganligidan yorqin misoldir. Mana bu tomon meni e'tiborimni tortyapti. Shu yoqqa o'tsak keling, chunki bu joyda milliy xalq o'yinlari ham aks etgan, kurash, shaxmat shashka, arqon tortish bir tomonda bo'lib turibdi va biz ayni mana shu yoshlarimizga yaratilgan e'tiborni ham sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Keling, o'zingiz tanishtiring. Menimcha shu mahallada yoshlar yetakchisiz. Shunday, ismim Hasan Familiyam Qo'ynazarov, mahallada yoshlar yetakchisiman. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga oid prezidentimizning yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi farmonidan keyin yoshlarimiizga kattadan katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Buni ijrosi sifatida mahallamizdagi yoshlar xalqaro sport ustasi Absalom Abqon aka tomonidan xalqaro musobaqalarga chiqib yurtimiz sharafini himoya qilyapti. Bundan tashqari doimiy ravishda qo'shni respublikalar bilan birgalikda madaniy va sport tadbirlarida doimiy ishtirok etib, yurtimiz sharafini himoya qilib kelishmoqda. Shu hamma rahmat. Rahmat sizga fikrlar uchun va aytishimiz kerak, bugun osmonlarda barrak sayli ham o'tkazilayotganligi bolajonlarimizni yanada mamnun etyapti. Yana bir ahamiyatli jihati esa bugun yuqorida aytganimizdek 10 ming nafardan ortiq yurtdoshlarimizga tabassum ulashiryapti. Ularning holidan xabar olinyapti. Va yana biri do'stlik bog'i bu Xo'ja Mushkent mahalla fuqarolar yig'inida ham tashkil etilmoqda. Albatta bu jarayonlarni hali sizga juda ham ko'plab namoyish etishimiz mumkin, lekin bizning efir vaqtimiz ham cheklangan. Shunday ekan, mana shunday tanlovlarda va festivallarda, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda siz ham faol ishtirok eting. O'zbekiston umumiy uyimiz, dunyomiz tinchligiga, O'zbekistonimizning bag'ri kengligiga aslo ko'z tegmasin. Xayr, salomat bo'ling.